U dunyodagi eng qimmat mashina yuvuvchi hisoblanadi. Bir dona mashinani yuvish uchun hatto $10,000 haq oladi va unga oldindan navbatga yozilib qo'yish kerak. U britaniyalik mashina yuvuvchi shahzoda nomi bilan tanilgan Gerchern Stota bo'lib, faqat mashhur kishilar va eng yuqori toifadagi hashamatli avtomobil egalari uchun xizmat ko'rsatadi. Xo'sh, nega uning xizmatlari shunchalik qimmat bo'lishiga qaramay, baribir mijozlar uni deb navbatlar kutishadi? Birinchidan, uning mashina yuvish jarayoni 61 ta aniq va puxta bosqichlardan iborat. Mashina modeliga qarab to'liq yuvish jarayoni ba'zida 15 kundan ham ortiq vaqt olishi mumkin. Har bir bosqichda u o'zining maxsus ishlab chiqargan qimmatbaho tozalash vositalaridan foydalanadi. Undan keyin mashinaga $10,000lik kristal tuzli mum surkab chiqadi. Oxirida esa mashinani $5,000 dan ortiq turadigan ultra tovushli apparat yordamida o'z kamchiliklarini tekshiradi. Natijada barcha jarayonlardan o'tgan eng iflos mashina ham xuddi zavoddan yangi chiqqandek butunlay yangi ko'rinishda chiqib keladi.